Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz ishtirokchilari. Bugun bir eksklyuziv video bo'ladi. Bugun 2026-yil 12-aprel. Bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida biyagumiz yetishtirish bo'yicha bir ukamiz, biyagumiz yetishtirayotgan ukamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Oqtosh shaharchasida Ulug'bek ukamiz bor. Ulug'bek ukamizni juda ko'pchilik bu To'raqo'rg'onda hamma taniydi. Ko'pchilik biladi. O'zi yosh bo'lishiga qaramasdan juda ko'p, demak, mana shunday, demak, ziroat ishlari bilan shug'ullanyapti. Ayniqsa mana shu joyga e'tibor berib qarasangiz, mana qarang. Mana fontanlar bilan mana chiroyli qilib, ajoyib qilib biyagumiz yetishtirilyapti mana bu yerda. Mana bu tomonlari e'tibor bersak, mana biyagumiz ilaydigan mana elak, mana bu yerdan mana bu yerda mana e'tibor bering. Onalik maydon. Aynan shu yerdan yetishtiriladigan biyagumizdan ortib qolgan ortiqcha отходlarini olib mana bu yerda, mana bu yerga solinadi va bu yerda dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan har xil navdagi uzum qalamchalari yetishtirib, bu yerdan yaxshigina daromad olinadi. Mana shu joyda o'zida 1000 tub ko'chat yetishtirish imkoniyati bor mana shu joyda o'zida. E'tibor bersangiz, juda qisqa va juda kichkinagina joy. Bu tomonida mana bu yerda teplitsasi bor, mana ko'ring, issiqxonasi. Mana bu yerdan yuqoridan ko'rinishi mana bodringlar, qulupnay, toklar bor mana bu yerda. E'tibor berishingiz mumkin mana. Teplitsada uzum yetishtirish mana. Rumeyka uzumi. Mana bu yerda mana Lamborghini uzumlari. Mana bu yerda mana avatar uzumlari. Bu tomonida qarasangiz qalamchalar mana. Mana tuvaklarda qalamchalar. Hatto qushlarga ham o'rnatib qo'yilgan mana. Bodring mana qulupnaylar pishib yotibdi mana. Ajoyib. Bunaqa yosh yigitimiz mana, yosh oila. Qulupnaylar mana. E'tibor berishingiz mumkin. Ozginagina, kichkinagina joydan yaxshigina mana daromad olish. Hatto mana e'tibor bering, ventilyatorlargacha havo yurish uchun oddiy imkoniyatlardan, ortiqcha mablag' sarflamasdan qilingan. Mana bu yerda mana aptechkalar mana. E'tibor bering. Ajoyib yosh yigitimiz, yosh oilalar mana. Mana yerdan qanday foydalanishyapti mana. Mana yerlarda kimlarga berish kerak? Lekin shunday yigitlarda, lekin yer nihoyatda kam. Bunday yigitlarga, yosh oilalarga 30 yilga kerak bo'lsa, gektarlab yer berish kerak mana. Qarang. Balonda kartoshka ham yetishtirilyapti. Har xil navdagi turli xil uzum qalamchalari mana tuvakda yetishtirilyapti. Gullar ham bor hatto mana. E'tibor bering. Mana biyagumiz maydoniga boramiz. Mana qarang. Bu ishda orasida biyagumiz yetishtirish mumkin. Davlat ishida ishlayotgan odam ham bemalol qilsa bo'laveradi. O'zi ishga ketsa, oilasidagilar mana bunday tayyor moslamalar mana. Alohida paqirlarda, chelaklarda suv sepib, ortiqcha narsa shart emas. O'zi mana tayyor bo'laveradi mana. Jarayonga e'tibor berib qarang mana. Ulug'bek, assalomu alaykum, sizmisiz? Yaxshimisiz, charchamang. Hop. Endi qisman sizni qilayotgan ishlaringizni bir ko'rsatishga harakat qildim. Lekin bugun shu biyagumizga bo'lgan talab
biz O'zbekistonda juda yuqori hozirgi vaqtda. Mana shu bir ko'rsatingchi, qani bir ko'raylikchi. Mana ustoz Xudo xolasa bizni shu qilib boradigan dehqonchiliklarimizni har birlari mana shu Kaliforniya o'lchamlarini zichligini ko'rib turibsiz. Mana shular keraksiz oddiy hayvonlarda chirindisi yoki baglarda chirindisi hayvonlarning go'ngini bekordan bekor tashlab yubormasdan mana shunday biogo'miz ishlab chiqarilyapti bizda hozir. Kaliforniya o'lchamlari ko'payishib bu narsani yeb chiqqandan keyin birinchi o'rinda 2 yil 3 yildan beri men o'zim sinovdan o'tkazib kelyapman. Ko'chat tayyorlashda yoki bodring, pomidor ekishda yo qalamchalarni yerga suqqan vaqtda qanday tomirlatadi, shularni tekshirib, qolaversa Chustda laboratoriyalardan o'tkazib kelib, biogo'mizlar yaxshi daromad keltiryapti. Eng muhimi biznes uchun bo'lmasa ham har bitta xo'jalikka shu ishdan qilib qo'yilsa mana 2 metrga 3 metr qilib oddiy joy tayyorlab qo'yilsa ham tabiiy organik o'g'itda dehqonchiliklarimizni yetishtirish mumkin-da. Mineral o'g'itlarni kamroq ishlatgan holda tabiiy organik o'g'itda pishadi. Hamma narsalar, pomidor, bodring, shunga o'xshagan narsalar. Yaxshi. Endi qancha joy bu yer? Bu yerimiz eniga 2,5 metr, uzunligi 15 metr joyda boshlaganmiz. Hozirda bizdan shu Kaliforniya o'lchamini olib o'z ishlarini boshlashgan insonlar bilan shartnoma asosida, misol uchun o'zim 0 jarayondan Kaliforniya o'lchamlarini berib, qanday boqiladi, qanday boshimdan sinovlar o'tkazilgan shularni o'rgatib borib, tayyor bo'lgan vaqtda endi yangi boshlagan inson sotishga ham qiynalishi mumkin. Meni o'zimda klientlar so'rab turishadi. O'shaning uchun birga hamkorlikda ish qilamiz deb kengaytirib borilyapti bu narsani. Yaxshi. Bu narsaga ko'proq imkoniyat qaratilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi joyi bor, imkoniyati bor insonlar yerdan unumli foydalanish uchun mana shu yer mana uyning orqa tarafi salqin joy, bir dehqonchilik qilsa foydalanish mumkin emas joydan shunday unumli foydalanishga harakat qilyapmiz. Mana hurmatli kanal a'zolari e'tibor bering mana. Uyni orqa tomoni. Deyarli quyosh bir 2 soat kunduzi tushadi xolos. Mana bu tomonlari terakzor, mana bu tomoni. Bu tomonlari mana fermerda dalalari, mana bug'doyzorlar. Mana shu yerda bir 2 soat tushadigan joyda biogo'miz yetishtirilyapti. Va yana bu yigitimiz Ulug'bek mana bu joyda ozgina joy bor, mana bu joydan ham hosil olaman deb, shu yerda ham bekor qo'ymayman deb bu yerga kivi ko'chatlarini mo'ljallayapti. Kivi ko'chatlarini. E'tibor bering. Demak, shu ozgina joydan ham taxminan 1 metr kelmaydigan devorda oldi mana qarang. Shu yerdan ham demak kivi o'tqizaman shu yerga 10-15 ta. Ham biogo'miz yetishtiraman, ham kivi yetishtiraman deyapti. Mana shu joydan ham mana qarang. Mana e'tibor bering. Mana yosh oilalar, yosh yigitlarimiz. Ulug'bek necha yoshdasiz hozir? Men xudo xolasa 90-yilman. 90-yil, 36 ga mana. Rosa ayni ishlaydigan mahalda mana qarang, yosh oilalar mana nima qilyapti mana. Agar sir bo'lmasa qancha daromad bo'ladi bu yerda mana shu joyda? Ustoz, mana shu joydan endi qisqacha ma'lumot tushuntirganda biogo'miz tayyorlash uchun bir mashina go'ngda men o'zimda chorvachilik hayvonim yo'q, sotib olaman. 1 millionga sotib olsam, bir mashina go'ngimizdan sof tabiiy 3 tonna biogo'miz mahsulotini chiqarib beradi. 1 tonna atrofida elakdan qolgan atxoti bo'ladi. Xo'p, 4 tonna hisoblasangiz 1,5 ming so'mdan sotsangiz ham 6 million so'm degani. 6 million so'm go'ngga yo mehnatingizga 1 million so'm chiqib ketsa, 4 million so'm daromad. 4 million. Qanchada endi bu daromad? Xo'p, yangi boshlagan vaqtda 3 oydan 6 oygacha boshlanadi, lekin bizda hozir o'lchami zichlashib ko'payib ketganligini hisobiga 3 oyga qolib qolmasdan yetkazib beradi. Borgan sari yillar mobaynida tezlashib boraveradi. Demak, bir mavsumda necha marta biogo'miz olish mumkin? 1 yilda 2 marotaba olish mumkin. 2 marta olish mumkin, ha? Demak, e'tibor bering, mana shu joydan 1 yilda 2 marta olish mumkin. Taxminan 1 sotik ham chiqmaydigan joy. Ozgina joyda. Sarf xarajatlaridan, rasxodlardan tashqari 12 million daromad. Mana shu joyda. 12 million daromadni ba'zi joylarda 1 gektar joylardan ham 12 million daromad olmayapti.
olmayapti. Mana bu yigitimiz mana bu bir sotik joydan qancha daromad olyapti. Mana. Eng yaxshi tomoni bu yerdagi biogumiston ortiqcha atxutlari Kaliforniya chuvalchanga ishlamagan atxutlarda esa e'tibor bering mana bu yerda mana. Kaliforniya chuvalchang'i ustoz ishlaydi, faqat bizda mana elagimizni o'zim qo'l bilan usulda yasaganman. Ha. Mana shu elagimizni. Buni o'zi asli elektrikga moslangan elagi bo'ladi. Biror dona atxot chiqarmaydi. Urg'ul organi hisobiga ishlab tashlaydi. Men Ishlab tashlaydi. rushnoy ishlaganligim uchun oila, bola chaqam bilan, farzandlarim bilan qilaman. Bundan qolgan atxotni ya'ni o'zimda teplitsa bor yoki mana bu yerda ko'rib turgan ko'chatlaringda mana shu yerga solinsa, yerga yana ham unumdorlik oshadi. Yerimiz har qancha daromad keltirishi mumkin. Ko'chatchilikda ham, teplitsa sohasida ham qolaversa, pomidor bodringlarimiz yillar mana shu mahallamiz, qishlog'imiz bodring har yili bodring olishadi, pomidor olishadi. Tabiiy organik o'g'itda yetishtirilgan mahsulot yeyishadi-da. Bozordan olsam ko'p eshitaman shu gaplarni. Bozordan bilan senikidan uyingni olib chiqib ketgan bodringning farqi bor. Nimadan siri? Sen nimaga deydi? Sababi mineral o'g'it ishlatmayman-da, tabiiy organik o'g'itda biogomisda pishiraman. Ekishda ham, chopiqlarni ham shu o'zimiz biogomisdan foydalanib qilinadi. Xo'p, Ulug'bek, tayyor biogomis bormi? Tayyor biogomislarimiz mana shu holatda. Qani? Ustoz, hozirda tayyor biogomislarimiz 04 setkadan o'tgan, Demak- mayda granula holatda. Bu narsaga men hozirda Namangan viloyatida bilishim bo'yicha o'zim tanigan insonlardan birinchi marta yangilik qilib, mana bu yerda Toshkentdan zavodni o'zidan bitta laboda perlit degan mahsulotlarni olib keldim va mana shu perlitlarni biogomisga qo'shib, qadahlab 5 kilo 10 kilo qilib chiqarilyapti. Perlit bu o'sha tuproqda holatini yaxshilab beradi, havo o'tkazuvchanligini. Havo o'tkazuvchanligini yaxshilab beradi, namlik miqdorini saqlab turishini foyda beradi. Keyin pH'ni ham haliga pasaytirib turadi. Shunday pH'larni pH'ni ham normada olib turadi. Demak, mana shunday holat. Mana e'tibor bering. Buni kilosi qanchadan bilyapti bularda? Biogomisni 1 kilogrammi xo'p, hozirgi kecha kunduzda 1600 so'mdan men sotildi. Hozirda joyim ozligi uchun yetkiza olmayapman, lekin hozirda bizda Kaliforniya chuvalchanglari sotuvlarda bor. Kvadrat hisobida, misol uchun mana shu banan karobkalarda hozirda tayyorlab qo'yildim. 5 ta banan karobka 2 kvadrat hisobida tayyorlab qo'yildi. O'zim Namangan viloyatida bo'lsa, olib borib, qanday tashlanadi, o'zim tashlab, dastavkasi ichida. Buni to biogomis tayyor bo'lguncha qanday maslahat kerak bo'lsa, boshimdan o'tkazgan. Demak, maslahatlar beriladi. Berib turiladi. Shu hammasini ichida. Demak, Xo'p, to'liq o'rgan olguncha maslahat beriladi. To'liq biogomis yetishtirib olishguncha maslahat berib, boshimdan kechirgan har bir narsani o'rgatib boraman. 8 ming so'mdan kvadrat hisobida 2 ta banan karobkasi sotilyapti shu ko'cha kunduzda. O'zimizga yaqin hududlar bo'lsa, biogomisni sotishda ham yordam beramiz. Yangi tayyorlagan, yangi boshlagan insonlar uchun yoki oddiy xo'jalikda dehqonchilik, poliz ekini bilan shug'ullanadigan insonlar mana shu 1 kvadrat 2 ta banan karobkada o'zlarining ehtiyoji uchun 2 metrga 2 metr joy tayyorlab, shu narsani o'zlarining ehtiyojiga boshlab qo'yishsa, gul ekishadi, pomidor, bodring yoki bo'lmasam erta bahorda bir ko'chat etkilari kelishadi. Shu narsalarni men kartoshkagacha hozir ko'rgan bo'lsalaring, balonning ichida kartoshka, qoplarda kartoshka hovlimga ekib, rosa daromad olishga harakat qilib, sinab o'tkazib kelinyapti, xudo xolasa. Hozir teplitsa, keyin mana bu yerda onalik yer, keyin jami necha sotik bor taxminan? Meni teplitsam 2 sotiga. 2 sotik. Teplitsam 2 sotik. Mana bu ko'chat tayyorlaydigan joyimiz 1 sotik. 1 sotikka chiqmagan, Chiqmaydi. 9 atrofida. Bu yerchi? Bu yerimiz yarim sotik ham chiqmaydi. Yarim sotik ham chiqmaydi. Demak, jami demak 1,5 sotik, 2 sotik, 3,5 sotik. 3 sotik atrofida. 3 sotik atrofida yer. Shu 3 sotik yerdan taxminiy 1 yilda qancha daromad olish mumkin? Aniq hisobini hisoblab ko'rmaganman, lekin Xudoga shukr ro'zg'orimizni, haligimizni tebratyapti. Endi mukammal hammasini daromadni hisoblab haligi qilinmagan. Demak, ro'zg'or uchun bemalol bitta ro'zg'orda mana shunda bemalol chiroyli qilib farzandlarim bilan oila o'zimni oila a'zolarimiz bilan haligi birov bir joyga chiqib ishlab mehnat qilib yoki birovni qo'liga borib qachon 200 ming so'm berisharkan deb ertamandan kechgacha beton quyib qiynalganimdan ko'ra o'zi aslida ustaman, ustachilik qilaman, ustoz, lekin shu narsaga shu darajada qiziqdimki, dehqonchilik sohasida
mana shu ko'chatlarni har birini tomirlatib, tomir chiqarib, qanday hali qilinadi, o'rganib, bilmagan narsalarimni so'rab, men o'zim ham o'rganuvchiman hozirda. Shu narsalarni o'rganib borib, shularni kengaytirish harakatdaman. Kelajakda niyatlarim agar mana shu yerlardan o'zim o'ylagan daromadlar yoki o'zim o'ylagan natijalar bo'lib tursa, xudo xolasa, imkoniyatlar yaratilsa, bir shu narsalarni rivojlantirishga, kuchaytirishga, kattaroq miqyosda tayyorlashga harakat qilamiz, xudo xolasa. Ya, salomat bo'ling. Mana qisqa bo'lsa ham tanishtirib o'tdik. Mana shu joyda mana bu siz ko'rib turgan mana bu joyda bir so'tlik chiqib chiqmaydigan joyda 1000 tup uzum qalamcha turibdi. Har bir qatorida dunyoning eng zo'r brend uzumlari, premium uzumlari ekilgan. Bu yerdan taxminan 15 million daromad qilish mumkin. Men o'zim ham uzumchilik bilan shug'ullanaman. 15 million daromad qilish mumkin. Kamida 15 million. Bo'lmasa agar yaxshi bo'lsa bu yerdan 25 million daromad. Bir so'tlik chiqib chiqmaydigan joydan. Mana bu joydan esa yarim so'tlik atrofidagi joydan 12 million sof daromad. Endi mana bu joydagi 2 so'tlik keladigan mana bu Teplitsa budan qancha daromad olish mumkin? Mana endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Agar bu yerda uzum agar hamma yog'i uzum qilib yuboriladigan bo'lsa, ertakunda uzumni bozorga olib chiqish, ertakunda uzum barglarini sotish va bu yerda tagidan oila ro'zg'ori uchun bodring, pomidor yoki bo'lmasam qulupnaylarni yetishtirish imkoniyati bor. Mana bitta qishloqdan oddiy bir yigitimizni yosh oilani qilayotgan ishini qisman bo'lsa ham tanishtirib o'tishga harakat qildim. Xulosa o'zingizdan. Kimlardadir gektarlab yer bo'lib turib, mana shu yosh yigitimiz qilayotgan ishlarni qilyaptimi? E'tibor bering. Gektar yeri bo'lib turib, 1 so'm daromad qilmayotganlar qancha? Mana bunday ozgina joylardan esa millionlab daromad qilayotganlar mana. Yoshlar. Mana shu yigitlarimizga yerlar berish kerak. Mana shu yigitlarimizga gektarlab yer berish kerak. Ishlaydigan odamlarga yerlarni berishimiz kerak. Salomat bo'ling.